Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 21-darsimiz va bugun is submit successful qosasini ko'rib chiqamiz. Bu ham forum sayt qosalaridan bittasi is submit successful. Men is submit tizimiga is submit successful belgilayman va Google Chrome'ga o'tamiz. Is submit successful qosasi maqladi. Mana bu yerga chiqib is submit bilan birga mana bitta yangilayveraman. Is submit successful false. Ya'ni biz agar registrni bosib formani ma'lumotlarini yuborsak, bu hech qanaqa validatsiya xatolariga uchramasa va forma to'g'ri yuborilsa, established successful qosasi true bo'ladi. Bu holda false. Agar men register qiladigan bo'lsam, forum errorlarimiz chiqdi, oldingi kodlarimizdan qolib ketgan va established successful haligacha false holatida. Tamam, sahifani yangilayveraman va ma'lumotlarni kiritib chiqaman. Bu yerda hozircha established successful barchasi false kelyapti va men registerni bosaman. Bu bir marta ishlab false. Forum submitted ma'lumotlarimiz kelib oldingi kodimizdan va established successful true o'zgardi. Ya'ni forma jo'natildi, hech qanaqa validatsiya xatolariga uchramadi va established successful qosamiz true bo'ldi. Endi buni biz qaysi vaziyatga ishlatamiz? Biz forma jo'natilgandan keyin agar bironta yaxshiroq xabar chiqarmoqchi bo'lsak, bironta belgi chiqarmoqchi bo'lsak, ishlatishimiz mumkin. Misol uchun mana bu yerga forumni ichiga kiraman, mendan oldin is submit successful true bo'ladigan bo'lsa, mana bitta e'tibor chiqaraman. Forum submitted successfully deb mana endi o'tib bo'lsak, mana bu yerga forum submitted successfully degan chiqyapti. Ya'ni yangilayveramiz. Bu narsa yo'q. Chunki is submit successful false deyilgan. Mana bu yerga ma'lumotlarni kiritamiz barchasini. Registrni bosadigan bo'lsak, mana bu yerga bir ishlab oladi, nechadir sekund kerak va true bo'ladi. Forum submitted successfully xabarimiz chiqdi. Ya'ni bu bironta blog saytlarga post yaratgandan keyin post yoki tost bilan ma'lumot chiqarishimiz mumkin. Bironta alert yoki tost bilan chiroyliroq ma'lumot chiqarmoqchi bo'lsak, bu usul yaxshi ish beradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.